Yaponiyada 13 kun mazza qilib aylanib kelishim uchun o'rtacha nech pul ketdi? Oldindan aytaman, Toshkentdan viza olish 100% tekin bo'ldi. Buni qanaqa qilib olishni xohlasanglar, keyingi videoda to'liq o'rgataman. Shu sababdan menga albatta obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib turib rasxodimga keladigan bo'lsak, bu albatta bordi keldi aviabileti bo'ldi. Bordi keldi menga $890 ga tushdi. Undan tashqari 6 ta shaharni aylanishim uchun transfer, ya'ni poyezd, avtobus, metrolarga 13 kunda o'rtacha $350 atrofida ketdi. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, halol ovqat ancha topish qiyinroq va sal qimmatroq bo'ladi. Shu sabab 13 kunga $400-450 atrofida pul ovqat uchun ishlatdim. Lekin Uyg'urlar amonini o'zi ham yorib yuborishar ekan. Eng ko'p pul o'zi otellarga ketdi, ya'ni Tokioda 3 kecha, Fuji shahrida 1 kecha, Osakada 3 kecha, Kyotoda 2 kecha, Okinawa orolida bo'lsa 3 kecha olgan otellarimiz bizga общий 13 kunga $700 atrofida bo'ldi. Eng qizig'i, hattoki kapsula otellar bir kunligi $30 dan boshlanadi. Lekin bu pulga umuman achimadim, chunki Tinch okeanida joylashgan juda ham go'zal Okinawa orollariga bordim. Kyotoning tarixiy ko'chalarida, bambukzorlarida bo'ldim. Nara shahridagi bug'ularga o'z qo'lim bilan ovqatlab berdim. Fuji tog'ini hayotda o'z ko'zlarim bilan ko'rdim va Osaka, Tokio kabi rivojlangan shaharlarda mazza qilib aylandim, madaniyatini o'rgandim. Agar bu videoni ko'rib turib Yaponiyaga siz ham borgingiz kelib qoladigan bo'lsa, albatta biletlarni menga o'xshab Aviasales uzdan sotib olsangiz bo'ladi. Aviasales uz, kassadan-da tezroq. Video foydali bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoyimda qanaqa qilib Yaponiyaga 100% tekinga viza olishni o'rgatib o'taman.